bunaqa rahbarlar juda kam qoldi, ancha rahbarlarni tarbiyalanib oldingidek qo'pol kurs rahbarlar yo'q, barim topiladi, ular bilan sizni ishlashga qilamiz. Bularni barchasini doimiy ravishda tanqidiy ko'rib borish va muhokama qilish, buni barchasi muddatlarini belgilab olamiz. Hududda murojaatlarni ishlash holatini shahar hokimi huzurida uni qaror yakuni bo'yicha muhokama qilish, eng ko'p murojaatlar kelib tushayotgan aniqlangan kamchiliklar tashkilot va idoralar bilan birgalikda bartaraf qilish hamda o'sha reja asosida mahallalarga chiqib sabab qabullar o'tkazishni o'zimizga harakat qilishga hokimlikka tashkilotlarda murojaatlar bilan ishlash bo'yicha xodimlari va mahalla yetkazigini uzviy bog'liqligi ularni murojaat bilan ishlash faoliyatini muvofiqlashtirib borishni hokimlik o'z olyapti. Aholi murojaatlari bilan ishlashda mahalla yetkazigi bilan yaqindan hamkorlikni yo'lga qo'yish bilan alohida vaziyat bo'lyapti. Fuqarolar qabullarni samarali tashkil qilish bo'yicha murojaatlar tahlili asosida soha yo'nalishlariga mas'ul organlar rahbarlari ishtirokida ijtimoiy yuridik shaxslarning sayyor qabullarini ko'paytirish, bu o'sha haftada kamida 2 marta oldingi rejada 1 marta mahallalarda, 1 marta ham qabulxonasida sayyor qabul o'tdi. Bundan tashqari yuqorida ta'kidlab o'tgan har bir hokim o'rinbosari va shahardagi korxona tashkilot rahbarlari bu faoliyat tashkil qiladi. Shahar hokimi sohaviy tashkilotlar rahbarlari tomonidan muntazam ravishda fuqarolar uchun shaxsiy qabullar tashkil etish. Shahar hokimligi matbuot xizmati xalq qabulxonasi bilan hamkorlikda hududda murojaatlar bilan ishlash holatini yoritib borish hamda ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlardagi murojaatlarni ko'rib chiqish va e'tirozlarni o'rganib borish. Bu bo'yicha ish boshladik. Ommaviy axborot vositalarini yumshaydigan murojaatlarni ham rasmiy qabul qilib, ularni bartaraf qilish chorasini ko'ryapmiz. Shahar hokimining har oyda kamida 1 marta ommaviy axborot vositalari yoki ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalar orqali murojaatlar bilan ishlash faoliyati hududda muammolarni hal qilish bo'yicha amalga oshirilgan va o'zbekistonda bajarilgan ishlar hamda rejalar haqida keng jamoatchilikka batafsil axborot berib borilishini ta'minlash. Mana shu bandda bu narsaga hurmatli deputatlarimizni e'tiborlarini qaratishlaringizni so'rayman. Rasmiy sahifalarda e'lon qilingan kontentga munosabat bildirish to'g'risida gapiryapti va norasmiy bugun axborotlashtirish agentligidan o'tmagan sahifa, ro'yxatdan o'tmagan sahifalardagi ma'lumotlarni ham albatta ijroga, oldagi murojaat sifatida ijroga qabul qilamiz. Rasmiy munosabat shu rasmiy sahifalarda rasmiy munosabat bildiramiz. Bu holatda aytishadi, rasmiy munosabat bildirishlar demak har xil bor, mana harakatlar qisqa mazmun bilan tushuntirdim. Tasdiqlab bersalar shu harakatlarga holatlarimizda davom etamiz. Savollar bo'lsa. Murojaatlarda kun tartibidagi birinchi masala yuzasidan savollar bormi? Hurmatli deputat mas'ullar, bizni tajribamizda bo'lgan bu narsa xalq qabulxonalarida hokim o'rinbosarlari, shahar hokimi, deputatlarni kunlik navbatchilik, ya'ni qabul kunlarini yaratish bo'lardi. Bizda deputatlarimizning mahallalarda qabul kunlari bor. Bir oyda 1 marta mahallada qabul kunlarini o'tkazish bilan birga shu 1 marta xalq qabulxonasida ham qabul kunlarini tashkillashtirish kerak deputatlarimiz. Ma'qullashsa shuni qarorga kirgizib o'zlari bilan kelishgan holda belgilangan kunda shu xalq qabulxonasida, chunki xalq qabulxonasiga murojaat qilayotgan fuqarolarimizni hammasi biz sizlar bilan saylangan hududimizdan keladi. Hammamiz o'zimizni birgalikda bir-birimizni ko'maklashamiz degan taklif bor, agar ma'qul bo'lsa. Yana savollar, takliflar bor? Rahmat.
Savollar bo'lmasa muzokaralarga o'tamiz. Munosabat bildirish uchun so'z xalq deputatlari Bekobod shahar kengashi korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya a'zosi Usmonali Jahongir Bohodiro'g'li. Marhamat. Korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasi. Bekobod shahrini murojaatlar bilan ishlash bo'yicha namunali hududga aylantirish yuzasidan harakatlar rejasini ko'rib chiqish to'g'risida axboroti atroflicha o'rganildi. Komissiya muhokamasida Bekobod shahar hokimi Babayev Nasrulloh Nurullayevichning Bekobod shahrini murojaatlar bilan ishlash bo'yicha namunali hududga aylantirish yuzasidan harakatlar rejasi haqidagi axboroti, korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya yig'ilishida ko'rib chiqildi va qaror loyihasi ishlab chiqildi. Komissiya muhokamasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 2026-yil 13-mart kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishining 2026-yil 4-mayda tasdiqlangan 18-sonli topshiriq bayonining 6.1 bandida Qarshi shahri tajribasi asosida tizimni samarali tashkil etish, 208 ta tuman shaharlarda aholi murojaatlarini chuqur tahlil qilish, ularni manzilli va ijobiy hal etish mexanizmlarini yo'lga qo'yish, shuningdek amalga oshiriladigan harakatlar rejalarini ishlab chiqib, mahalliy kengashlarda tasdiqlanishini ta'minlash vazifasi yuklatilganligi inobatga olindi. Komissiya fikricha qaror loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga to'liq muvofiq hisoblanadi. Shu munosabat bilan doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini ma'qullash va kengash sessiyasi muhokamasiga kiritish maqsadga muvofiq deb hisobladi hamda sizga taqdim etilgan qaror loyihasini tayyorladi. Sizlardan ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'rayman. Tayyorlangan qaror loyihasida O'zbekiston Oliy Majlis Senati kengashining 2025-yil 28-yanvardagi xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashi qaror loyihalarini ishlab chiqish hamda ularni huquqiy ekspertizadan o'tkazish uslubiyotini tasdiqlash to'g'risidagi namunaviy tartibni tasdiqlash to'g'risidagi KQ 55 sonli qarori inobatga olindi. Tumanli deputatlar kun tartibidagi masala yuzasidan ma'ruzachining hamda doimiy komissiya raisining tomonidan bildirilgan fikrlarni eshitdik. Masala yuzasidan savollar bormi? Yo'q. Kun tartibidagi masala yuzasidan qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Agar ma'qul bo'lsa, tasdiqlash bo'yicha ovoz berishlaringizni so'rayman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar? Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi ikkinchi masala yuzasidan so'z kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi boshlig'i Ahmadaliyev Islom Baxtiyorovga. Yo'g'ida ruxsat bersalar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Bekobod shahrida olimlar tajribasi asosida tashkil etilgan loyiha ofislari haqida ma'lumot berib o'tmoqchi edim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilning 5-fevraldagi 2026-yilda hududlarni yangicha yondashuvlar asosida rivojlantirish orqali aholi daromadini oshirish, barqaror ish o'rinlarini yaratish hamda kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 49-sonli qarorlarga asosan respublikadagi 50 ta tuman va shaharlar bo'yicha biznes rejalar ishlab chiqilib, hokim yordamchilari loyiha guruhlariga biriktirildi. Ushbu loyiha guruhlari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Birinchi loyihamiz gavjum ko'chalarni tashkil etish yo'nalishida Samarqand mahallasining Turon ko'chasida 2 kilometr qismida tunu kun 24/7 rejimida ishlaydigan ko'chaga aylantirish orqali 25 ta savdo servis yo'nalishida loyihalar amalga oshirish kabi yo'nalishida o'z ichiga oladi. Loyiha tarkibiga 3 ta mahalla kiritilgan bo'lib, loyiha guruhi rahbari Nurliyo'l mahallasi hokimi yordamchisi Norboyev tayinlangan. Tijorat banki, Sanoat qurilish banki biriktirilgan. Ushbu loyihalarni ishga tushirish orqali 80 ta ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Ikkinchi loyiha guruhimiz sohil va kanal bo'ylarini rivojlantirish yo'nalishida bo'lib, ushbu loyihaga 5 ta mahalladan oqib o'tuvchi
Qozyoz kanalini 209 kilometr qismidagi kanal bo'yida 6,5 gektar bo'sh yer maydonida sayilgoh tashkil etish orqali 18 ta savdo servis loyihasi amalga oshirish yo'nalishlarini o'z ichiga oladi. Loyiha guruhi rahbari Muqimiy mahallasi hokim yordamchisi Toshpo'latov tayinlangan. Ushbu loyihalarni amalga oshirish orqali 60 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Uchinchi yo'nalishimiz sanoatni rivojlantirish yo'nalishi. Al-Xorazmiy mahallasida ishga tushirilayotgan Yusuf don mahsulotlari MChJ tomonidan un mahsulotlarini ishlab chiqarish tashkil etish orqali sanoat ixtisoslashuvini chuqurlashtirish o'z ichiga olgan. Loyihani guruh rahbari Bulog'ariq mahallasi hokim yordamchisi Mirkomilov tayinlangan. Ushbu loyihani amalga oshirish natijasida 150 ta ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. 4-loyihamiz bu Navro'z mahallasida MBC Toshkent loyiha MChJning avtomobil ehtiyot qismlarini shtamlash, plastik qismlarini bo'yash, bo'yoq materiallari, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish zavodini qurish orqali yangi ish o'rinlarini yaratish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha 280 ta ish o'rni yaratiladi. 5-loyiha ofisimiz turizmni rivojlantirish yo'nalishida. Bu shahardagi Bog'shamol va Do'stlik mahallalari hududidagi Bobur va vatanparvar bog'larida savdo xizmat ko'rsatish